Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Mana bugun biz sizlar uchun Foton avtomobillarini barchasini narx-navosi va uni sotib olish tartiblari haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar, like bosinglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Trackmate 1 avtomobili 1,5 tonnaga yuk ko'taradi. Bortining uzunligi 3 metrga 1,5 metr tashkil etadi. Avtomobilimiz tekis joyda 2,5 tonnaga yukka bemalol ko'taradi, yakka balonda bo'ladi. Avtomobilimizga 1,5 atmosferli motor o'rnatilgan. Avtomobilimizning narxi 175 million 840 ming so'm tashkil etadi. Jismoniy shaxslar 50% ni to'lab rassrochkaga xarid qilib olishi mumkin. Yuridik shaxslarga bo'lsa 30% boshlanish to'lovi bilan xarid qilib olishlari mumkin. Foton Trackmate 1 qo'sh kabinali, ya'ni double kabinali avtomobilimiz. Bortining uzunligi 2,30 ga 1,5 bo'ladi. Avtomobilimiz 1 tonna 300 dokumenti bo'yicha yuk ko'taradi. O'zi 2,5 tonnagacha yukka bemalol oladi. Avtomobilimizda xuddi shunaqa 1,5 atmosferli motor o'rnatilgan, 8,5 litr rasxod qiladi. Avtomobilimizda boya aytganimizdek rassrochkaga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Avtomobilimizning narxi 190 million 400 ming so'm tashkil etadi. Avtomobilimiz ko'rib turganinglar Foton Trackmate 2 avtomobilimiz hujjati bo'yicha 1 tonna 900 yuk ko'taradi. Bortining o'lchami 3,30 ga 1,75 tashkil etadi. Avtomobilimiz qo'sh balon, og'ir yuklarni bemalol ko'taradi. Tekis joylarga, tog'li hududlarga emas, tekis joylarga 3,5-4 tonna yukni bemalol tashib beradi. 1,5 benzinli, 8,5 ta rasxod qiladi. Avtomobilimizning narxi 205 million so'm. Bu avtomobilimizni rassrochkaga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Yuridik shaxslar uchun bosh to'lov 30% dan 1 yilgacha qolgan summasi bo'lib to'lanadi. Jismoniy shaxslar uchun 50% dan boshlab bosh to'lov qilinadi, qolgani 1 yilga bo'lib to'lash mumkin. Foton Miller avtomobilimiz 1 tonna 600 hujjati bo'yicha yuk ko'taradi, lekin o'zi 5 tonnaga yukni bemalol oladi. Bortining uzunligi 380 ga 185 tashkil etadi. Avtomobilimiz 2 litrli benzin dvigateli o'rnatilgan. Avtomobilimizning 136 ot kuchiga ega, narxi 250 million 96 ming so'm tashkil etadi. Bu avtomobilimiz naqdga, persileniyaga yoki-da avtokreditga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Foton Avmark S modelimizning barcha turlariga, ya'ni spesteknikadan tashqari bartavoy, furgon, izoterma modellariga rassrochka e'lon qilganmiz. Rassrochkamiz tartibi boya aytib o'tilgandek 12 oy muddatga jismoniy shaxslar uchun 50% ni to'lov qilgan taqdirda, yuridik shaxslar uchun 30% to'lov qilgan taqdirda amalga oshiriladi. Avtomobilimizning narxlariga keladigan bo'lsak, Foton Avmark S avtomobilimiz bartavoy 375 million so'm, furgon modeli 439 million so'm va izoterma modeli 469 million so'mni tashkil etadi. Avtomobilimizning qisqacha xarakteristikasi haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimiz Cummins brendi ostida ishlab chiqarilgan dvigatel o'rnatilgan 139 ot kuchiga ega aparaturniy motor hisoblanadi. 308 litr sig'imga ega. Avtomobilimiz 100 km masofaga 5 tonna yuki bilan 14 ta 16 litr yoqilg'i sarflaydi. Avtomobilimiz to'liq dizelda harakatlanadi. Bu avtomobilga 30 ga 70 gaz qo'ysanglar ham bo'ladi, 100% gaz qo'ysanglar ham bo'ladi. Avtomobilimiz hujjati bo'yicha 5 tonna yuk ko'taradi, lekin agar resor qo'shtirsanglar 10-12 tonnagacha bemalol ortsanglar bo'ladi. Bortining uzunligiga keladigan bo'lsak, 5,10 ga uzunasi, eniga 220 ni tashkil etadi. Avtomobilimizda tormoz tizimi ABS mavjud, gorniy tormozlari mavjud. Avtomobilimiz havo yordamida ishlaydigan tormozga ega. Bu eng ishonchli tormoz tizimi hisoblanadi. Avtomobilimiz 150 litrli bakka ega. Foton View KS2 avtomobilimiz Toyota Hiace bazasida yig'ilgan bo'lib, avtomobilimiz Mitsubishi brendi ostida ishlab chiqarilgan benzinli dvigatel o'rnatilgan. Avtomobilimiz 150 ot kuchiga ega. Bu avtomobilimiz bilan bemalol mehmonlaringizni kutib olishingiz, transfer xizmatlarini amalga oshirishingiz mumkin. Avtomobilimiz 12+1 yo'lovchi sig'imiga ega. Avtomobilimizning narxi 449 million 120 ming so'm tashkil etadi. Avtomobilimizni muddatli bo'lib to'lash asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Foton Tucson G7 va Foton Tucson V9 avtomobillarimiz. Foton Tucson G7 ga keladigan bo'lsak, benzinli 2 litrli dvigatel bilan jihozlangan. Avtomobilimiz 236 ot kuchiga ega. Benzinda to'liq yurganda 10 litr yoqilg'i sarflaydi. Avtomobilimiz 4x4 polni 4 ta balonni ham tortadi. Avtomobilimiz oldi orqasi resorda jihozlangan. Avtomobilimiz to'liq tog' uchun mo'ljallangan avtomobil hisoblanadi. Narxi 399 million so'm tashkil etadi. Bu avtomobilimizni bemalol avtokreditga xarid qilib olsanglar bo'ladi. V9 ga keladigan bo'lsak, bu o'ta lyuks avtomobilimiz hisoblanadi. Bizning komplektatsiyada bo'ladigan 4 ta balon tortadi, dizelli dvigatel 2 litrli va ham xuddi shunaqa 10 litr yoqilg'i sarflaydi 100 km masofaga. Avtomobilimizda polni
ko'rib turganinglar salonlari lyuks hisoblanadi. Avtomobilimizning narxi 485 million 16 ming so'm tashkil etadi. Bu avtomobilimizdan ham xuddi shunaqa avtokreditga xarid qilsanglar bo'ladi. Shu va boshqa Foton brendlari haqida to'liq ma'lumot olish uchun pastda raqam qoldirib o'tib ketamiz. O'sha raqamlarga bog'lansanglar bo'ladi yoki kommentariyada plus belgisini qo'ysanglar, biz sizlarga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Avtosalonimiz manzili Sergeli, Yangihayot tumanida joylashgan. Surumli yo'lga ketaverishda oranjiy metal zapravkaning ro'parasida Foton avtosalonimiz joylashgan. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz.